Belki 4-5. Ama inom yordi. Stakan haqida gap ketdi, turib, hamma ochilishi zo'r qilibdi-man. Kamera haqida gap ketdi-da, kamera zo'r ekan-a, desam, ba'zi kun men ochilish kamerada zo'r qilibdi-man. Qaritdim-da, faqat aylab keladi, bung ochilish qilibdi-man, bung ochilib ashnaqa narsa bo'ldi o'zi ham. Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q. Namangancha gaplashamiz qani let's go. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Namangancha podkast. Bugungi mehmonimiz Namangan bozorida uy-joy oldi-sotdi bilan faol shug'ullanadigan, uylarni professional obzor qilib, ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan mutaxassis o'tiribdilar. Ko'chmas mulkni qanday tez sotish mumkin? Video obzori qanchalik foydali bo'lib ishlaydi? Narxlar oshadimi yoki tushadimi? Shu kabi savollarga bugun aniq javob olasizlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling aka. Demak, boshladik-a? Ha, boshladik. Lekin oldindan aytib qo'yay, oldinlarga ham aytganmiz. Podkastda kesib tashlang, olib tashlang degan narsa bo'lmaydi. Oldindan kelishib olaylik. O'zingizni qisqacha tanishtirib, bu sohaga qanaqa kirib kelganingiz haqida bir ozgina qisqacha gaplashsa. Bo'ldi. Ismim Usmonjon, familiyam Mohirjanov. 2019-yilda Namanganga uy-joy sohasiga kirib kelganmiz. Sherigimiz bilan birgalikda. 2019-yil sentyabrda Oybek aka bilan sherigim bor. Ko'pchilik biladi. Namangan uylari o'zi proyektini o'zi 2 kishining sherikchiligimiz asosida qurilgan. Ochganlar 2 oydan keyin tanishganmiz, birgalikda birlashamiz. Bitta qilib turib Namanganda uy-joy sohasini rivojlantiramiz deb turib ish boshlaganmiz. O'shanda birinchi kanalimizning nomi Namangan, uy-joy Namanganmi shunaqa edi. Keyin o'zimizni brendimizni ko'taramiz, olib chiqamiz deb turib, uylar Namangan deb qo'yganmiz. Keyin oradan bir yilcha o'tdi, kanal o'chib ketib qoldi. Keyin rebrending qilamiz, birato'la to'g'rilaymiz deb turib, keyin Namangan uylar qilib ochganmiz. O'shandan beri 2019-yildan beri faoliyatdamiz. Yaxshi. Bu o'ylarni obzor qilish g'oyasi kimdan kelgan? Masalan, oldin o'sha paytda bilamiz, asosan rasm-pasmlar bilan qo'yib chiqarilaverardi. Obzor qilish g'oyasi kimdandir chiqqanmi? Chiqqan. Qarang, 2019-yilda o'sha paytda kanal ochganimizda faqat Telegram bo'lardi. O'zingiz ham bilasiz. Faqat Telegram, bu Instagram, TikTok u keyingi daraja. Endi odamlar Telegram o'rgangan bo'lgan. Ular o'zi lichkaga topib, yozib, rasm video tashlab berishi o'zi qiyin ish bo'lgan. U o'sha paytda odamlar o'zi rasm video olib tashardi, keyin biz uni kanalga qo'yib berardi. Kanalimizni boshqa kanal reklama qilib odam yig'ardi. Shunaqa holat turganda 2020-yilgacha shunaqa bo'lgan. 20-yilda keyin Toshkentda yangi uylar Wines degan chiqqan. Bilasizlar? Taq turib, bog'atnoy o'zicha xuddi shunaqa oka chiqqan. To'g'risi o'sha paytda yorib olgan. To'g'ri. Rost yorib olgan, hammani ko'zi o'shanda. O'sha paytda sherigim Oybek akaga bitta g'oya kelgan. Usmonjon, davay biz ham Namanganda xuddi shu narsani qilamiz degan. O'sha paytda ideya kelib chiqqan. O'shandan boshlangan. O'shanda 2020-yildan o'ylarni obzor qilish boshlangan. Birinchi sotgan uyini obzor qilib sotgan uyini eslaysizmi? Qancha vaqtda sotilgan? Esda bormi? Ishonasizmi, Instagramga chiqishga ulgurmagan u. Ha, yo'q. Fazoda bo'lgan. O'zi bitta tushuntirib ketay, 2020-yilda obzor boshlagan bo'lsa, unda birinchi men chiqmaganman. Sababini keyinroq alohida tushuntirib beraman. Men 2024-yildan boshlab chiqishni boshladim, adashmasam. Birinchi obzorimizda o'zi bitta qarindoshimning uyini попробуйga olib beraman deganman, sotiladigan uy bo'lgan. O'shanga ketamiz deb vokzaldan ishxonasdan chiqqan paytimiz Fazoda ham yer chiqib qolgan. Obzor qilish kerak, shunaqa. Bizda mana o'zimni sherigim chiqishni boshladi, shunaqa desa, "Okey, davay kesillar. Bitta obzor qilsinlar" deyildi. Fazoda keyinligini olganmiz. Fazoda shuni olganmizda o'sha kunning o'zida montaj qilingan, ertasi kuni Telegramga qo'yilganda, Instagramga qo'yilishga ozgina qolganda, u sotilib bo'lgan o'sha joy. Ulgurmaganmiz qo'ygan ham Instagramga. Hozir ham yo'q o'sha video, faqat Telegramda bor. Уже сразу. Ha, birinchi kundanligi qanaqadir qutlug' bo'lgan. Ha, zo'r bo'lgan ekan. Oldin boshqa sohada ishlaganmisiz yo o'sha boshdan ko'chmas mulk ichida yurganmisiz? O'zi 2019-yil o'qishga kirganmiz. Undan oldin shu Telegram sohasida yurganmiz. Telegramda admin bo'lib, ko'p namanganlik adminlar o'zi tanishadi, eski adminlar. Mana siz ham taniysiz o'zingiz. Har xil kanallar qilganmiz. Hakkerlik, endi hamma narsa yoshida bo'ladi-yu. Texnika ichida, xullas, internet ichida. 8-sinfligimda boshlaganman. O'zi 8-sinfda
Shunaqa narsa bo'lganki, imtihonga tayyorlanishimiz kerak. Imtihon javoblarini deb Telegramga yozsangiz kanal chiqib kelgan. Ligidan keyin bitta imtihon javobini 5000 danmi, 2000 danmi olingan. Keyin kallam kelib qolgan, qo'limdan keladi ko'rib turib, imtihon javoblari qilib turib, undan kattaroq nakrutka kanal qo'yib qo'yib, anundan 2000 dan olganman, ularga 5000 dan sotishni boshlaganman. Oldin qidirganni birinchida chiqardi. Odam ko'pi. Xuddi shu arabskiy programma bo'ladi. Odam qo'shiladi, nakrutka, o'shanaqa qilib Tangachalar yig'ilardi. 8-sinf bola meni plastik kartam yo'q. Paynet qilardimda, Useldan anaqa qanaqadir perevod qilib turib boshqalarga o'tkazsa bo'lardi. Oyidomlarga pul tashab berardim. Sinfdoshlarim hamma butun sinf 35 ta bola bo'lsa, hammasini paynetini qiladigan darajada ko'p pul tushardi. O'shanda men tushunganman, media sohasida pul ko'p ekan. Media sohasini tanlash kerak ekan deb. Ayniqsa internetda. O'sha paytda men rivojlanayotgan bo'lgan, bozor bo'sh bo'lgan. Bozor o'ta bo'sh bo'lgan. Keyin o'qishga kirganimdan keyin plan ozgina o'zgargan. Keyinchalik davlat ishlaymiz. Ikkinchi kursdan malaka oshiraman deganman-da. Shu xudoni gardishi bilan Sherik bilan shunday kelib qolganmiz. Men bitta bozor kanali ochish niyatida bo'lganman. Sherik o'zi ochib qo'ygan bo'lganlar. Keyin undan ko'ra sen ochmagin-da, shuni birga rivojlantiramiz deb turib birlashib ketib qolib, keyin xudodan bo'lib o'g'lanib ketib qolgan. Asosan o'sha internetdan boshlangan ekan. Xuddi shunaqa. Telegramdan. Nima deb o'ylaysiz, Simonjon, hozirgi vaqtda Namanganda uy bozori hozir rosa avjidami yo ancha mana sekinlashganmi? Yo, sust, ancha sust. Ancha. O'tgan yili avvalgi yilga nisbatan, misol uchun, avvalgi yili masalan bitta uy reklamaga qo'ysangiz, hovli deylik, unga kuniga 20 ta telefon kelgan. Hovli qo'yib sotib olaman. Baraka bo'lishi qancha bilmadim, lekin 20 ta telefon kelgan. O'tgan yili 10 ta keldi. Bu yil 5 tagacha tushdi. 2025-yil oxirigacha pasaydi. Endi 2026 da endi ko'tarilishi mumkin. Odamlarda hozir pul yo'q demoqchisa, uy hovli olish. O'zi hamma narsaning sezoni bor-da. Odamlar ham buni tushunish kerak. Hamma narsaning sezoni bor. Masalan, hozirgi kunda sizga yer unchalik qiziq emas. Qish oylarida sizga yer qiziq emas. O'shani hisobiga sizni zo'r lokatsiyada yeringiz bo'lsa ham 10 ta emas, 5 ta xaridor bo'ladi. Lekin bahorga chiqib turib, aprel-mayga chiqqandan keyin уже borku 10 ta emas, 15 ta odamga qiziqib ketishi mumkin yeringiz. Sezoniga qarabda hamma narsa. Hozir kvartira sezoni. Hozir kvartira yaxshi ketadi. Gazi bor, tayyor hovli yaxshi ketadi. Уже mana kvartiralarda ham hozir gazlarni aniq qilish boshlandi-ku, ancha. Xuddi shunaqa 2025-yil mart oylarida bosh vazir qarori chiqdi. Yangi ko'p qavatli quriladigan uylarga endilikda gaz berilmaydi degan. Ko'pchilik buni bildi, lekin bilmaganlarga men eslatib o'taman. Bundan buyog'iga deyarli quriladigan hamma novostroyka domlarda gaz bo'lmaydi. Nima uchun buni ishonch bilan aytdim? Chunki vazir qarori chiqqan, уже gazsiz domlar sotilishi boshlanib bo'lgan, ancha domlar sotilib ham bo'ldi. Faqatgina eski smetasida gaz keltirilgan ba'zi bir novostroykalar bor-da. Misol uchun 2026-yilni birinchi chorakda yakunlash kerak, shunda gaz beriladi degan bitta ikkita domla bor. Shularga berilishi mumkin, lekin yo'q. Qaysidir quruvchi menda gaz bo'ladi deb uyini sotadigan bo'lsa, olditgan bo'lar ekanda. U yomon tema bu. To'g'rimi? Hozir boring, liboy novostroykaga boring, uncha-munchasi bizda gaz bor deya olmaydi. Chunki gazga ruxsati bor domlarda ham hozir gaz yo'q. Kommentga ham yozishadi, bizni domimizni olganmiz, lekin gaz yo'q deb bari yozishadi. Chunki men o'zim guvohi bo'lganim uchun aytaman. Loyiha bo'yicha o'zi gaz berilsin deyilgan, lekin haligacha ular berilmagan. Bu ulanadimi ular? Kelajakda o'sha masalan berilsin degan qarori bo'lsa, endi bu aniq emas to'g'risiga. Sababi bitta joyi ham borda, quruvchining aybi bo'lishi ham mumkin-da. Masalan, aytib turman, smeta bo'yicha mart oyining 31-siga qadar domni topshirish kerak degan bo'lsa, lekin u kadastr aprelda chiqqan bo'lsa, bir oy quruvchi kechiktirib yuborgan bo'lsa, u domga gaz berilmaydi. Lekin mana sezon degan narsa bor. Qish faslida bilsangiz, hozirgi kunda gaz abonent ochish o'zi to'xtagan. Hozir hovlilagan, boshqa joyga ham yangi abonent ochishga ruxsat yo'q. Hozir umuman olganda siz uy qurib bo'ldingiz, bitqazdingiz, hozir borib tur gazga borib, mana kottejimga gaz ulab bering desangiz, sizga ulab bera olmaydi kottejni. Sababi hozirda gaz abonent ochishga ruxsat yo'q. Lekin bahorga kelib ayrim domlarga gaz berilishi mumkin. Lekin o'sha gap
qaysidir domni quruvchisi bizda gaz bo'ladi desa, u yolg'on bo'ladi. U narsani Chunki pulni olguncha har anaqani berar edi-ku, bilasiz, va'dalarni berar edi quruvchi. Shartnoma bor-ku, shartnomani yaxshilab o'qish kerak. Bizgidek o'qimaydi, bilasizmi? Qo'l qo'yib ketaveradi. Umuman, yo'q, uni to'g'risi gap, quruvchi nima deyishdan qat'iy nazar bordingiz, gaplashdingiz, misol uchun sizga birinchi summa qiziq bo'ladi. Domda nimalar borligi, qanaqa udobstvo borligi qiziq bo'ladi. So'radingiz summani, udobstvoni so'radingiz, bo'ldi. Sizni keyingi qiladigan ishingiz bu hujjatni olib shartnomani menga bering deysiz. Shartnomani olib yo o'zingiz ko'ring, aqlingiz yetsa, bo'lmasam ChatGPT ga tashlab bering. Mashq O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shunaqa bo'lsa, gaz nima bo'ladi, kadastr kechiksa nima bo'ladi deb. U ham bo'lmasa, yuristga murojaat qilsangiz, shartnoma shartlarini ko'rsatib beradi-da. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichida qurilish kompaniyalari bor-da. Shartnomasi 100% o'zini foydasiga. Haligi kech bitqasi nima bo'ladi desa, hech narsa bo'lmaydi degan band bor. O'shaning uchun u shartnomani bizda ayniqsa Namanganda juda ham ko'p o'qib ham o'tirishmaydi. Umuman o'qilmaydi. Shuna qo'l qo'yadi. Mana shunga qo'l qo'yib yuboring, bo'ldi, kvartira siz shuna qo'l qo'yib yuboring. To'g'ri. Ertaga uni prokuraturaga yozasizmi, ichki ishlarga yozasizmi, xohlagan tashkilotingizga yozsangiz ham baribir hujjat gapiradi. Siz o'zingiz xohishingiz bilan qo'l qo'yganmisiz? Siz o'rningizni kimdir qo'ymaganmi? Yo'q. Bo'ldi, uni kutasiz. Juda qattiq qarash kerak shartnomaga. Shartnomada yozilgan, men bunaqa qilib bermabsan-ku desam, shartnomada yozilgan edi, lekin u paytda o'qishmagan bo'ladi-da. Xuddi shunaqa. Endi bu uy telefon olishmasda bu, haligi sezonda almashtirib yo sinib qolsa almashtiradigan narsa emasda, kimdir hayoti davomida bir marta oladi. Kimdir o'zi umuman olmaydi. Haligi bir marta qilingan tanlov bo'lishi ham mumkin, o'shaning uchun adashib qolmaslik kerak. Ko'p quruvchilar rus tilida ham yozib qo'yadi-da. Odamlar yo'naq to'g'rimi? Yerinadi. O'shani o'zbekchaga o'rgani. O'sha payt talab qilish. Shu sirli qiladi-da prosta. Xuddi shuni o'sha payt talab qilish kerak. Menga o'zbekcha ber deyish kerak. To'g'ri. Hozir umumiy olib qaraganda eng tez sotiladigan uylar qanaqa? Hovlimi, kvartirami yo yangi qurilishmi, yermi, nima bo'lyapti? Oxirgi masalan umumiy olib qaraganda, sezonli emas. Umumiy olib qaraganda to'y qilishga tayyor hovli eng hadovoy. Remontlari tayyor bo'lgan 2 xonali yoki kvadraturasi kichkina bo'lgan 3 xonali bo'lsa, u ham hadovoy. U sezon tanlamaydi. 2 xona chiroyli ta'mirlab qo'yilgan kvartira yozi chillasida ham ketishi mumkin. Undan tashqari hovlini tayyor uy. Ko'pchilik shuna xato qiladi-da. Mana yana bitta xatolar haqida gapirib ketay. Katta yer olishadi-da. Hamma uyni aylantirib qurishni boshlashadi. 10 xona, 12 xona, 14 xona qilib, keyin pul tugab qoladi. U hovlini undan keyin qimmatga sotib bo'lmaydi. Undan ko'ra 8 sotiq yeringiz bormi? 4 sotiqni devor bilan ajratingda, 4 sotiqqa o'zingizga yetarli, siz yashab oladigan xonani chiroyli qilib qursangiz, xohlagan paytingiz sotishga ham udobli, yashashga ham udobli. 10 ta korobka xonali uydan ko'ra 4 ta tayyor qilib yashaydigan uy tezroq sotiladi. Asosiy tayyor uy sotiladi. Tayyor, umumiy olib qaraganda. Shunaqa. Hozir masalan, mana shu Namangan territoriyasida asosan odamlar qaysi hududdan uy qidirib yuribdi? Asosan yo'q o'sha joylarda. Eng hadovoy joylar qaysi joylar? Xo'p, kvartirami, hovlimi? Umumiy olib qaraylik bunga ham. Umumiy olib qaraganda ko'proq masalan hovlida. Hovlini inobatga olib gapiraylik. Hozir men bor-ku, lokatsiyalarni sanayman, o'sha joylar narxi qimmat ketib qoladi. Biz buni eksperiment qilib ko'rganmiz. O'zimizni shaxsiy profilimga video olganmiz. Namangandagi top eng 5 ta qimmat joy deb. O'sha video qo'yganimizdan keyin ertasi kunning o'zidan ash joylarda narx ko'tarilgan. Lekin mayli aytamiz. Yo, endi realniyda. Realniy gapirish kerak. Hech qachon masalan bitta joy narxini o'zingizdan o'zingiz ko'tarib olmaysiz-da, ayta olmaysiz. Endi talabga qarab taklifda, talabga qarab eng talabgir bo'lib turgan joylar, hop, Bujonniy ko'chasi bor. Bu qay desangiz, Shodiyonaning ro'parasidagi bor-ku, 34-maktab yoni. 34-maktab bu tomon emas, nariga yoni. Neoklassik turar joy majmuasining ro'parasi. O'sha joy eng qimmat, sababi u Bujonniy nariga ko'cha Kirovda. Bir pulda razitsasi bor. Keyingisi bu top birinchilikda turadigan. Top birinchilikda. Sababi eski boylar yo bo'lmasam kommunikatsiyadan muammosi qidirganlarga zo'r joy. Shahar o'rtasida ham bo'laveradi. Qarang, qaysi tomonga ketsangiz udobli. Ikkinchisi Minchinor. Minchinor ham katta hudud bo'lgani uchun asosiy masjidning oldi tomonlari. Juda talabgir bo'lib turgan. Keyingisi Axskent deb ko'cha bor. O'sha ko'cha ishonasizmi reklamaga chiqmaydi. Mana 2019-yildan beri pashti video reklamaga yo bitta yo ikkita olingan.
O'sha ko'chadan sotadigan ham yo'q. yo'q, sotiladi degan xabar chiqadi. O'sha atrofda 350 ta 400 ta nechtadir xonadon bo'lsa, o'sha joylarni o'zidan ortmaydi. Bu qaysi ko'cha aytayim? Zilol ko'cha. Ha, Zilol ko'cha. Toshkentda Zilol ko'cha, Zilol street deb turib, haligi anaqalarni qo'yib qo'yishgan-ku. O'sha ko'chani men faoliyatim davomida juda ham kam chiqarganmiz. 2020-yildan beri obzor qilish boshlangan bo'lsa, adashmasam, chiqqan bo'lsa 2 marta chiqqan xolos. Balkim rasm bilan kanalimizga chiqqandir, lekin video bilan kam. Даже sotiladigan yo'q ekan, qachdi. Keyingi to'p-yo'l lokatsiya bo'lib turgan joylar Fazo talabgor. Hop, Fazodan keyin Orzu ham talabgor nisbatan, lekin Fazochalik emas Orzu. Fazoga ancha talab katta. Qaysi xatolar sabab oylab sotilmay turadi? Bo'ladi-ku shunaqasi? Bo'ladi. Nima sabab? Qimmat qo'yib qo'yishadimi? Birinchisi, uyni tagini yo qimmat olib qo'yishgan o'zlari olishgan paytda yoki yon atrofdagilar o'zi nafslariga ishonib ishtahadorchi olishgan bo'lsa. Bu degani hovlini sotilishini eng asosiy narsasi bu narxi. Misol uchun, agar sizning mahallangizda yer $10,000 bo'lib turgan bo'lsa, siz tezroq sotishingiz uchun uni 9,5-9,000 dan berishingiz kerak. Mahallada 10,000 bo'libdi, 12,000 dan hisoblang deydi. O'zi aytib turibdi, eng pik narx 10,000. Eng pik narxda bu. Haligi mahallada mana shuncha bo'lib turibdi degan narsa eng pik narx bo'ladi-da. O'sha narsa. Ikkinchisi keyin nima desa bo'ladi? Remont. Agar remontni misol uchun hammaga yoqadigan stildagi remontlar bor-da, u sizga ham yoqadi, menga ham, ko'chadagi odamga ham yoqadi. Haligi 100 ta odamdan 95 tasiga yoqadi. Lekin faqat o'zlarini o'ylab, o'zlarining didlaridan kelib chiqqan holatda qilingan remontlar bor. U 100 taga emas, 5 ta odamga yoqishi mumkin. Shuni hisobi ham bor. Ular turib qoladi asosan. Masalan, qorong'roq uylar turib qoladi. Masalan, kimgadir shunaqa narsa yoqadi-da, haligi to'g'ri. Chiroqlar kam bo'lsa, bir chekkada haligi lampa bo'lib turgan bo'lsa, o'shanaqa uylar yoqadi kimgadir, lekin buni klient kamroq. Bizni Namangan mentalitetidan kelib chiqqan holatda yorug' uylar tez sotiladi. Masalan, hozir qimmat qo'yishadi deyapsiz-ku. Siz o'zingiz masalan 100 ming o'y bilasiz, lekin ular 120 ming beryapti. Tortishasizlarmi sizlar? Yo'q, aka, bo'lmaydi bunaqa narxga. Mana bunaqa narxga qo'yib bera olamiz deysizlarmi yo bo'ldi, aytgan narxini summasini qo'yib berasizlarmi? Yo'q. Chunki Toshkentda mana mashina olib sotdim, o'sha blogerlarga berdim, mashinamni sotish uchun. Ular aytayapti, men aytgan narx qo'ymayapti-da. Yo'q deydi, qimmat aytayapsan deydi. Tortishyapti-da. Sizlar farqi yo'qmi, qo'yib beraverasizlar? Har bitta uyni birinchi уже telefonda sherigim zakaz oladi, Loyib aka. Zakaz tushdi, telefondan olinadi. Xo'p, qayda, qanaqa? Nima uyingiz? Aka, bo'ldi. Taxminiy narxi necha pul? Уже boshidanoq telefonning o'zida yo'q, taxminan narxini bilamiz-ku biz, chunki birga yuramiz doim. Qimmat aytilsa, aka biz olib bera olmaymiz. Boshqalarga reklama berib qo'ying deymiz. Yaxshi-da, o'sha odamlarga ham. Endi shunda ham uyni ko'rmasdan turib hech qachon menga aytishadiki, tanish bilishlar yozadi-da. Uka, mana uyni narxlab ber, mana uyni narxlab ber. Aka, men uni uyi lokatsiyasini ko'rmagunimcha, qo'ni-qo'shnilarni ko'rmagunimcha, mahallasini ko'rmagunimcha, kommunalni ko'rmagunimcha, o'zi umuman olganda remontini ko'zim bilan ko'rmagunimcha, uni narxlab bera olmayman deyman. Ba'zilar buni haligi xato narsa deb tushunadi, lekin uni ko'rish kerak-da. Hattoki mana bitta dom yonida ikkita novostroyka dom turibdi, bittasi bilan ikkinchisini farqi bor. Ikkitasi lokatsiyasi bitta, orasi 10 metr, lekin qimmatroq, bu arzonroq. Qurilishida, unda kimlar yashashiga bog'liq. O'sha tomonlari bor-da. Borganimizdan keyin har bitta xonadonni birinchi uy egasini o'rganamiz. O'zi nimaga sotasiz degan savolni qo'yamiz. O'zi nimaga sotasiz? Aytishim mumkin, pul zarur. Aytishim mumkin, yangi hovli olishim kerak. Aytishim mumkin, to'q bozor-ku. O'shanga qarab turib narx belgilaymiz. Masalan, 100 minglik uy ko'rdim, 100 minglik uy. Aka, men aytaman, necha pul taxminan narxi deydi. Men o'zini oldiga aytaman, necha pul mo'ljal qildingiz, nima qildingiz deb. Aka, uyingizning narxi 90 ming, 100 mingni o'ttasizda. 100 ming to'q bozori narxi $90,000, sroshin narxi. Biz buni 105 ming yo 110 ming qo'ysak bo'ladi, yo agar pul zarur bo'lsa 99 ming qo'ysak bo'ladi, yo 98 ming deyman, ha? U odam murosaga yursa qo'yiladi. Bo'lmasam endi aytishim mumkin, uka, endi mana to'q bozor nasib endi sotilsa, endi hamma ham reklama berish huquqiga ega-da. Kimdadir sharoit zo'r bo'lsa, mana endi misol uchunmi, $1 million puli bo'lsa-yu, mana bu narsani sotish unga важный bo'lmasligi mumkin-da. Aytishim mumkin, uka, uy narxini 100 ming dedingiz, to'g'ri, lekin men 110 mingga sotmoqchiman.
120 emas, mayli 115 qo'yib bering desa, uni qo'yib beraman. Zarur Ozgina, emas. ozgina murosaga kelishamiz. Lekin yo'q, 120 yo 130 bo'lsa qo'yib berasan desa, yo'q, aka, turib indamasdan ketamiz. Borganimizga xizmat haqqi olmaymiz. Kuniga ba'zida borku 5 talab zakaz atkaz bo'ladi. Просто 5 ta zakaz qimmatligi uchun. Xuddi o'sha aytganim bo'yicha o'zini narxini aytgan uchun. Murosaga biz u odamni birinchi bilamiz-da, o'zi nimaga sotib turibsiz, nimaga, o'shanga qarab maslahat beramiz. Agar endi aytib turibman-ku, misol uchun sizni ham masalan ana o'zingiz ham aytib turibsiz, u mashinangizni yangi mashina olib bo'ldingiz, u mashinangizni sotdingiz, bo'lmasa ukangizga beraverasiz, o'zingizda qoladi. Unaqa bo'lsa, siz xohlagan narxga sotish huquqiga ham egasizda. Faqat insof bilan. O'shani hisobga olamiz. 1-2 ming narx beradi, lekin baribir iloji boricha bozor narxini qo'yishga harakat qilamiz. O'shaning uchun bizda tez sotiladi. Yo, yaxshi ekan-da o'sha. Xohlagan narxini qo'yib tashalmas ekan. Xuddi shunaqa murosa o'rtada. Как o'sha tajribadan kelib chiqib, o'zingni narx belgilar kasada asosan. Keyin aka biz birorta jarga yetarmaymiz. Misol uchun kanalning foydasini o'ylab, men shaxsan mana hamma biladi, men necha kishini shu paytgacha nechta uy olgan bo'lsak, hech qachon u odamni kanalning manfaati uchun o'ta arzon chiqarmaganman. Bozor narxidan kelib chiqib turib qo'yib beraman. Lekin haligi chunki u odam o'zi ko'chadan 100 ming qarzi bor, uyi o'zi 50 ming dollarlik uyi bo'lsa, masalan, o'shanda ham 50 ming qarzi qolsa ham uy egasi kerak bo'lsa haqdorlar olib boradi-da bizni. 40 mingga bo'lsa ham qo'yib yubor deydi. Yo'q, aka, bu uy 50 mingga ham oladi, keling 55 qo'yib beraman deyman. Bizning maqsadimiz birorta jarga yetarib o'zimizga ochko ishlash emas. Bozor narxida qo'yib beramiz, sotilishiga qarab. Lekin sotilmay qolsa, masalan, boshqatdan borib turib, narx tushganda e'lon qilib turib, yana qo'yib qo'yaramiz. Yaxshi ekan-da shu usulingni. Xuddi shunaqa. Endi bitta savol bor. Shaxsiy savol endi u. Yaqinda qaysidir qurilish firma bilan tortishib qoldingiz-da. Ular aslida qanaqa quruvchi edi? Nima uchun tortishdingiz? Okay, qarang. Haqiqatmi, jasoratmi deydi? Ya, to'g'risini aytaman, men hech kimdan qo'rqmayman. To'g'risini aytish kerak. O'sha bor gapi. O'zbekistonimiz siyosat ochiqlikka qarab ketdi. Shunaqa. So'z erkinligi bor, hamma o'zini shaxsiy fikrini bildirish huquqiga ega. Men shaxsiy fikrimni aytaman, undan oldin biz o'zi 6 ta novostroyka bilan doimiy ishlaymiz. Har bitta novostroyka bizga chiqsa, doimiy siz bilan ishlaymiz desa, men uni hujjatlarini ko'rib chiqaman. Quruvchi kim? Uni taxminan ko'chadagi haligi obro'si qanaqa? Nech pul bilan ishlaydi? Nimaga? Men shuncha harakat qilib 1,5 million почти auditoriya bo'lsa, umumiy tarmoqlarda 1,5 million inson menga ishonib turibdi. Men ularni oldi olmayman-da. Pul uchun. Pul uchun. Reklamaga qaysi kompaniya chaqirishdan qat'iy nazar men aytaman. Menga mana narsalaringizni tashab bering, yo palonchim, pistonchimi deb turib, ishlaydigan ulardan ham so'radim. Mana shunaqa dedik, surishtirdik. Quruvchi kompaniyaning tagi yo'q. Qanaqa qilib? Nima desa bo'ladi? 10 million dollarlik loyiha. Masalan, 10 million dollarlik loyiha. Lekin quruvchi kompaniyani shutida хотя бы 5-6 million dollar bo'lish kerakmi? Qurilish katta proyekt. Qurilish qilish oson emas. Undan tashqari qandoq mayda xonadonlarni sotuvini boshlagan qurilish kompaniya oktyabrda qurilish ruxsati olgan. O'sha tomoni ham bor. Shularni hammasini ko'rdimda, men ularga reklamaga atkaz berdim birinchi. Usluganimiz shuncha, deyildi, ular keling bizga ishxonaga deyishdi, oldimiz tekshiraladi. Tekshirdi, bizga mana vijdonimga to'g'ri kelmadi. Men pul uchun hamma narsani qiladigan odam emasman. Shunchaki atkaz berdim va buni gapirib odamlarga ochko ishlamaganman ham. Oradan vaqt o'tdi-da, endi bu narsani qolgan mendan boshqa hamma reklama qilib chiqdi. Mendan boshqa hamma reklama qilib chiqdi. Menga negativ boshlandi. Sen qimmat o'ylan chiqarsan. Mana edi oyiga palon puldan xonadon beribdi, tayyor ta'mirlab ham berar ekan. Yo'q, endi indamadim, mayli dedim. O'shanda ham keyin oxiri o'zimning fikrimni bildirdim. Istoriya qilib turib bildirdim. Istoriyani o'zini 35 ming odam ko'rib yordi. Ahvatdan 2 barobar oshib ketdi. Istoriya qilib turib uy olganingda, men u novostrokni yomonlamadim shunda ham. Uy olganingda dokumentini qarab olinglar. U dokumentda 2 xil borda. Sizni chisti oluvchi qilib olib kirish mumkin, firmaga ulushlar qilib olib kirish mumkin. Oluvchi qilib olib kirsa, ertaga sudlashasiz, boshqa qilasiz, qoplanishi mumkin. Lekin sizni firmaga ulushlar qilib olib kirgan bo'lsa, firma bankrot bo'lsa, siz ulushingizdan ayrilgan hisoblanasiz, qisqasi hech narsa qila olmaysiz. Boshlang'ich to'lov qilasizmi, oylik to'lov qilasizmi, prostingiz. O'shaning uchun men aytdim, shartnomani tekshiringlar. Men hech kimga husumatim yo'q, men hech kimga zakazga ishlamaganman, ishlamayman ham. deb turib aytdim. Keyin u kompaniyaning nomini ham aytmadim, o'xshash so'z aytdim.
uni kompaniyani birinchi qanaqadir yuristimi nimadir chiqdi. Men qonuniy aytdim, men qonuniy hech qanaqa xato gapirmadim. Shunaqa deb turib gaplashdik. Unda sizni deydi Instagramingizga o'chirib yuboraman dedi. Qo'lingdan kelganini qil dedim. Ozginadan keyin o'sha boshlig'i chiqdi. Sherigim Oybekka gaplashdilar. U bizni yomonlabsiz. Keling kelishib ketamiz. Keling ofisga keling kelishib ketamiz. Yo biz bormaymiz dedi. Biz bormaymiz ofisga ham. Biz kelishadigan narsamiz yo'q. Biz o'chirmaymiz hech narsani, hamma narsa shaffof bo'lsin dedi. Kuzatuvchilarga qiziqda, nima deb istola qo'ydingiz? Men endi nima desa bo'ladi, shu mohiyati uyni sotib olayotganda qurilish kompaniyani tekshiringlar. Qurilish kompaniyani hujjatlarini tekshiringlar, qurilish ruxsatini tekshiringlar. Orqasida kim bor uni? Orqasida kim bor? Bizdalik nima desa bo'ladi? Tekshirmasdan borib, oyiga palon puldan 3 milliondan ekan. Bir pasta to'lab yuboramiz, ijarachi qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Yo'q-ku. Shuna shartnoma olsangiz o'zi bitqaz sanasini qo'yib qo'yganda 60 oyga bergan, o'sha 48 oy bergan ba'zi joylarda. O'zingizni pulingizni o'zingizga qurib beradi. Yana taqdimoti boshlandi, boshqa bo'ldi. Endi har bitta novostroyga o'zi tana narxi bo'ladi-ku. Misol dom qursangiz ham sizga necha puldandirga tushadi kvadrat metri. U kompaniyada bo'ldi, qarochi, birinchi etaj olganga biz podvalni qo'shib berdik. Men endi sohaning ichidaman, quruvchiga 1 kvadrat metr novostroyga necha pulga tushishini men bilaman. U yerni necha pulga sotib olgani yoki davlatdan olganini hisobi bor xolos deb edi. Bilaman-da. Hisob kitobga ham to'g'ri kelmayapti. Yo'q. Endi qarang, mana siz misol uchun aytaman. Sizga o'zi 1 milliardga to'xtadi. 2 qavat uy, 200 kvadrat uy. Siz uni qanot 8 millionga 5 yilga bo'lib to'lashga berasiz kimgadir. Siz nima Spider-Manmi, Supermanmisiz? Odamlarga maqsad nima deb o'ylaysiz? Maqsad, odamlarda ham shuni o'ylab qurish kerak-da bu. Xo'p, o'sha qurayotgan firmaga maqsad nima deb o'ylaysiz? Odamlar yidirib ketishmaymi? Menimcha shunaqa. Yana bilmadim. Menimcha shunaqa. Chunki men hammani ogohlantirib qo'ydim. Birinchi kuni qattiq negativ bo'ldi menga nisbatan. San deydi, men golslari, zapislari ham turgan biz reklamaga chaqirganda. Seni reklamaga chaqirmaganiga sen bu gaplarni gapirding dedi ba'zi odamlar. Ba'zi endi insonlar bor, o'sha joydan uyab qo'ygan o'sha. Ularga aytishib ketdi. Lekin men haqiqatni aytdim. U paytda men bilan urushgandan ko'ra borib shartnomasini tekshirganda hozir oson bo'lardi. Bitta jabrlanuvchi yozdi menga Instagramda. Hamma ma'lumotlarni tashlab beraman. Qarochi men mayda uy olganman. Shartnoma bekor qilingan kundan boshlab 90 kunda bitirib berib pulingizni qaytarib beramiz degan. Men avgustda uzganman dedi. Bu noyabrda bo'lgan ish. Hozir 110 kun, 120 kun bo'ldi. Menga pulimni qaytarib berishmadi. Kecha borib turib ofislarga borib to'polon qilib, menga pulimni qaytarib beringlar desam, yaqinda zapus sotuv ochiladi. O'sha sotuv bo'lgan kunning ertasiga beramiz. Shapka xullas. Qarochi, yangi kelgan odamlarning pulini bunga qaytarib beradi. Lekin juda hushyor bo'lish kerak ekanda. Aytdim-ku, uyni siz umringizda bir marta olishingiz mumkin. To'g'ri. Yemasdan, ichmasdan odamlar chet ellarda ishlab qiynalib oladi-da, to'g'risi. U kichkina summa bo'lmasa. Oldin oson edi, hozir qiyin uy olish. Hop, keyingi savolimiz bor. Prezidentimiz qarorlari bilan 1-apreldan naqd pulga uylarni, ya'ni mashinalarni sotib olish taqiqlanmoqda. Bunga qanaqa qaraysiz? Endi bunga meni pozitsiyam yo'q, lekin tushuntirib bera olaman buni. Ko'pchilik tushunmadi buni. O'zimiz tilda tushuntirib bering-chi. Qanaqa bo'ldi deb. To'g'risi o'zim ham hali tushunmadim. Mana uyim bor. Uyim taxminan $100,000 lekin men uyni kadastr hujjati qiymatida 200 million, 300 million qilib ko'rsatishim mumkin. Bundan men nima foyda olaman? Masalan, soliq kam chiqadi. Meni mulkim kamroq ko'rinib turadi. Lekin 1-apreldan bunaqa bo'lmaydi. Minimalka bo'ladi. Masalan, uyingizning narxi $100,000 bo'lsa, siz buni baholatib 120 ming qilib qo'yishingiz mumkin, lekin 80 mingga tushira olmaysiz. O'sha bo'yicha undan keyin naqd savdolar yo'qoladi. Masalan, sizdan men uyingizni olmoqchiman, 8 million ko'rsatilgan uyingiz 8 millionga baraka qildimmi? Men 8 million oldin to'g'ridan-to'g'ri o'ziga qo'liga bergan, notariusga borib qo'l qo'yib bergan. 8 million siz shotingizga tashlayman. Siz shotingizga tushadi, notariusga qo'lni qo'yasiz, keyin o'tadi. U pul siz shotingizda turadi. Bankda aylanadimi? Bankdan hisob raqam ochtiramanmi shunda? Taxminan shunaqa. O'zingizga alohida bitta karta ochtirasiz, o'sha kartaga tushadi hamma pul. Uni keyin xohlasangiz naqd ko'rinishga keltirasiz, xohlasangiz qaysidir firmaga o'tkazasiz, xohlasangiz shu plastik ko'rinishda turaveradi.
Bu yog'i naqd pul cheklanadi. Borgan sari bu narsa ko'payib boraveradi. Men shuni xuddi o'zim istoriyamda ham qo'ygandim. Xitoyda shunaqa eksperiment sifatida ketayotganda shu narsa. Xitoyda уже почти naqd pul yo'qda. Kelajakda aniq edi-da, bizda ham bo'lishi. Mana 2030-yilga kelib Dubayda umuman naqd pul ishlamaydi. Уже eksperiment sifatida уже ishlab bo'ldi-da bu qoidalar. Bu narsa shaffoflikda. Endi no-legal pul yo nimadir narsalar bo'lmaydi. Masalan, uy sohasida ikkilamchi degan narsa bor. Ikkilamchi kredit bu qanaqa bo'ladi? Masalan, uyning qiymati 330 million berilgan bo'lsa, keyin sotib oladigan xaridor bankka 330 millionlik uyni olaman desa, beradi. U odamga daromaddan 12% soliq chiqadi sotgan insonga. Chunki u daromad qildi-da. Bu narsa endi 1-aprelda deyarli hamma shu bo'yicha soliq to'lashi mumkin. Umuman anaqa naqd pulda savdo qilib bo'lmaydi. Yo'q. Oformdan bo'lmaydi notariusda. Endi buni qanaqadir og'izga kelishingiz mumkin-u, lekin baribir davlat o'zi baholab bergan qiymati bor-da, ular taxminiy aniq narxni baholaydi. Masalan, 110 mingga sotishingiz mumkin, davlat 100 ming hisoblashi mumkin, 10 ming dollar naqd pul olishingiz mumkin, lekin baribir 100 mingini majburiy siz shu to'g'riga tashlab beradi. To'g'ri. Oldi 100 minglik o'yi, masalan, 30 ming, 20 ming qilib ko'rsatishgan. Xuddi shunaqa. Unaqa umuman bo'lmaydi, iloji ham yo'q. 1-apreldan qiyin. Qaysi platformada ko'proq uylar sotiladi? Instagrammi, Telegrammi, YouTube'mi, qaysi birida? Bundan 2 yil oldin Telegram edi. Hozir pon Instagram. Instagram ancha kuchayib ketdi bizda. Asosiy uylar Instagramda sotiladi, lekin biz hamma tarmoqqa olib ketishga harakat qilamiz. Sababi musofirda yurgan insonlar ham yo'qoladi juda ko'p. Hamma narsaning o'zining segmenti bor. Misol uchun Instagramda hozirgi kunda deyarli hamma kirib turibdi, lekin Telegramda yoshi katta insonlar bor. Instagram tushunmaydigan, lekin bizning sohamiz, uy-joy sohasida pul sanaydiganlar yoshi kattalar. O'shaning uchun Telegram kanalimizni yoshi kattalar kuzatishadi, o'rta yoshdagilar asosan Instagram kuzatishadi. Koreya, Amerika davlatida asosan ishlaydiganlar TikTok sahifamizni kuzatishadi. Rossiya, Qozog'iston yoki shunga o'xshash davlatlarda ishlaydigan insonlar YouTube platformamizni kuzatishadi. O'shaning uchun hamma uylarni, hamma tarmoqqa joylashga harakat qilamiz. Lekin ayni damda lideri Instagram ancha kuchayib ketdi. Masalan, uylarni obzor qilgani borasizlar. O'sha videoda aytilmaslik kerak bo'lgan joylar ham bo'lib qoladimi? Aytmay, o'tib ketaveringni deydigan joylar ham bo'ladimi? Endi misol uchun qanaqa? Videoda bir ko'rinadi, uy to'rtburchak emas, ko'sroq bo'lsa, endi uyimiz ko's deb ketish shart emas. Videoda o'zi lekin ko'rinadi. Masalan, biz e'tibor beramizda, boramanda, uyda gaz bor deb qo'yavering, biz abonentni ochib beramiz deysa, men gaz cho'tchigini ko'rmagunimcha o'sha uyga gaz bor deb gapirmayman. Videolarimda ham har bittasida agar o'sha kvartirada yoki hovlida gaz bo'lmaydigan bo'lsa, kommunal tarmoqlardan muammo yo'q deyman, lekin gazni qo'shmayman. Gaz so'zini ishtirok etqizgan bo'lsam, demak ko'rgan bo'laman. Chunki ertagisidan so'rab oladi-da. Ha, xuddi shunaqa voqea ham bo'ldi. 2024-yilgi gap bu. 2024-yil noyabrda mikrorayon hududida bitta Novostroyga reklama qilganmiz. U ham bitta tanishimniki edi. U jiddiy tanishimda haligi. Reklama qilganimizda bunda gazsiz dom degan tushuncha insonlarda bo'lmagan. Prosta gazsiz dom yo'q edi unda. Tushuncha ham yo'q. 24-yil noyabr va o'sha paytda domni tekshirib chiqqanmiz. Gazga dom qurishga ruxsati bo'lgan. Ha, bo'ldi deganimizda reklama qilganmiz. O'sha joyda ham men gaz bor demaganman. Kommunal tarmoqlar mavjud deyilganda pastga yozuvlarni yoziladi-ku, gaz, suv, svet, kanalizatsiya deb qo'yilgan. 2000 oradan 4 oy o'tdi, o'zi quruvchi ertaroq bitkazgan bo'lganida gaz berib bo'lar. 4 oy o'tdi oradan vazirlik qarori chiqdi, endi yangi domlarga gaz berilmaydi degan. Haligi dom qisqasi gaz bermadi. Lekin kadastri chiqdi. Kadastrda ham gazli deb bergan. Lekin gaz ulab berilmadi. Endi bilmadim qanaqa muammo bo'lgan. Kim aybi? Endi mana ayb emasda, lekin bu joyda. Kim aybligini bilmadim. Bu quruvchi bilan gazini yo bo'lmasam gaz tashkilotini o'zaro bilan orasidagi ishda bu. Kadastr, xonadonni kadastri bilan olgan insonlar. Kadastri bilan olgan. Borib notarius orqali olgan. O'sha insonlar, o'sha domdagi ayrim bir insonlar mana yozib berishdi. Aytishdiki, mendan tashqari u joy to'rtta bloger reklama qilgan. Lekin meni mana yozishdi. Nimaga?
kattaroq baliqqa yopishadi degandakki. Bu joyda men kirdim, prokuraturaga chaqirishdi, ichki ishlarga chaqirishdi va o'zimni gaplarimni aytdim. Mana shunaqa, men buni mashincha oldi reklama qilganman, unda gazsiz dom yo'q edi. Keyin u sotib olgan insonlar bor-ku, notarius orqali olganda u shartnoma emas, borib kadastrni borib hammasini ko'rib olganman. Ularni birortasi bilan gaplashmaganman, birortasi bilan telefonlashmaganman, birortasini tanimayman. Prosta reklama qilib bergansiz. Biz prosta reklama qilganmiz. Egalarning telefon nomeri videoni pastda deganmiz. Egalari bilan bevosita gaplashgan. Bizni umuman aloqamiz yo'q. Lekin meni yozib bunaqa qildi. Xavfsizligimiz isbotlandi-yu. Shunchaki aytmoqchiman, o'shandan beri yanada e'tiborli bo'ldik biz. Bitta shunaqa joylarga, hujjatlarga, masalan, aytib ketering, quruq yerni doim reklama qilayvermaymiz. Quruq yerni doim, chunki muammosi ko'p bo'ladi. Qarordagi quruq yer bor, kadastr bor, quruq yer borda. Bitta dona agar kichkinagina bino qurib bo'lgan bo'lsa, kadastr chiqadi. Kadastrdagi notarius orqali o'tadi, lekin qarordagini через notarial o'tkazib bo'lmaydi. Unga faqat доверенность berish mumkin. Ishonchnoma. O'shaning uchun yerni nima desa bo'ladi? Yer reklama qilamiz desa, sherigim Oyboka so'raydi, hujjat qanaqa, nima deb turib tekshirib olamiz. Oldin shunaqa quruq yer sotish mumkin emas-da, yo hozir ham mumkin emas? Hozir ham mumkin emas. Qanaqa o'sha yerlarni sotish mumkin emas? Xo'p, hujjati bor, lekin quruq yer sotish mumkin emas, to'g'rimi? Quruq yerni sotish mumkin emas. Lekin masalan, bitta inson keldi, pul zarur, juda ham quruq yerdan boshqa hech narsasi yo'q. Uni kelishib qanaqadir sotishi mumkin. Faqat u odam yangi olgan inson kadastr qilgandan keyin oldi sotib qilishadi. Buni o'zaro kelishadi ular. Tushunarli. Hattoki qarordagi joyi ham surishtiramiz. Bu qaror o'zi kimniki? Hammani o'zimning nomimda olib ketchi, ha bo'ldi, o'zing. Bu kim? Ha bu onamning nomida. Ha bo'ldi, qani? Familiyasini, ha bo'ldi, tamom. O'zining nomida bo'lsa quruq yer, uni reklama qilib beramiz. Lekin aksariyat yerlarni отказ qilamiz, sababi oldin bo'lgan odamlar ham ancha aqlli bo'lib qoldi. Oldin juda ko'pchilik bitta yerni 4 kishi, 5 kishiga sotib yuborgan. Shunaqa muammolar bo'lgan. Hozir endi ancha aqlli bo'lib qoldi odamlar lekin. Syomka paytida uy egalari doim sizlardan rozi bo'lganmi yo norozi bo'lgan holatlar ham bo'ladimi? Qanaqa holatlarda? Norozi bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Bu nimadan desangiz, uyni men borib turib misol uchun yaqinda bitta misol keltiray, yangi hayot deb kvartira reklamasiga bordi. Oka mendan oldin boshqa kanallar ham chaqirganlar. Ular aytgan, misol uchun 32 mingga sotasiz degan taxminan. Ular o'zini foydasini o'ylab aytgan, arzonroq bilan. Men bordim, ichimdagini bilmoqchi bo'ldim, nech pul baholaysiz dedilar. Oka, uyingizni dedim 30 mingdan 35 minggacha savdosi yuradi dedim. 30 ming srochniki, 33 ming, 34 ming o'rtacha, 35 ming, balkim undan qimmatroq 38 mingga ham sotishingiz mumkin. To'q bozor qilib. Buni men maksimal 39 ming qo'yib bera olaman. Maksimal 39 ming qo'yib bera olaman. Desam, oka 55 ming qo'yasiz dedilar. Bo'ladigani 60 mingmi? Kam bor deysiz, 55 ga sotamiz dedilar. Yo'q, oka, to'g'ri kelibdi, unaqa emas. U desam, bu debdi, men aytdim, oka, men ishim shu. Har kuni o'zingiz o'ylab ko'ring. 5 dan uy ko'rsangiz 1 yilda nechta bo'ladi, 2 yilda nechta bo'ladi. Endi men 6 yildan beri uylan ko'raman. Narxini men grubi bilaman, siz uyingizga men hozir ayting, nech pul remont ketganini aytib bera olayman men. Shunaqa hisob-kitob qilaman, o'zi kirganimda o'zi miya o'zi kalkulyatsiya ishlash boshlaydi. Mana qanaqa bo'y, mana qanaqa plintus, bu nech pul, bu nech pul, mana bitta uy texnika qaysi, o'zi hisoblab bo'laman-da men uy narxini taxminiy chamalab beramiz. 90% joylarni. Juda ham kam chiqadigan joylarga sal qiyin bo'lishi mumkin, lekin baribir qurilish hammasini tushunamiz. Desam, hali odam endi bu desam, oka, boshqalarga reklama berib ko'ring. Ish bitmasa aytasiz, men oxiri sizga 39 ming qo'yib bera olaman. Undan tepa qo'ysam, meni prosta kommentda ham xafa bo'lishadi mendan deb aytdim. Ketdik, ozginadan keyin telefon keldi, Oyboka sherigimga. Telefon qilib, birinchi mikrorayonda kvartira nech pul bo'ldi-ka? 3-mikrorayonda odam so'ribdi-da, 3-4 ta joyi so'ribdi. Sherigim ham misol aniq narxlar bera oladi. Mana shuncha bo'ldi-kan oka desa, keyinmi ha, dedilar, odamni boshqa telefon nomeridan qilgan ekanlik odam. Oka, yangi hayot nech pul deydi, keyin Oyboka tanib qolib sherik. Oka, boya siz bilan gaplashdik-ku, desa keyin, hali ko'rasizlar, men ashayi 55 mingga sotaman. Sizlar ko'rasizlar deb turib, zadaqda telefonni qo'yib qo'ydi. Shunaqa holatdan bo'ladi. Hammaga 100% birdan yoqib bo'lmaydi, lekin harakat qilamiz. Namangandagi eng qimmat va noodatiy uy
haqida gapirib bera olasizmi? Va bu eng qimmat uylarni siz o'zingiz obzor qilasiz-ku asosan. Shunaqa. Okay. Eng qimmat va noodatiy uy haqida. 2-3 million dollarlik uy bor, lekin u sotuvda emas. Namanganning o'zida 2-3 million dollar taxminiy qiymati. Shunaqa katta uy bor, 50 sotuq atrofida maydonni o'z ichiga olgan. Shunaqa uy bor, lekin sotuvda yo'q. Yo, siz eng qimmat sotgan uyingiz haqida-chi, masalan, Yaqinda ichida nima bo'lgan? Yaqinda Eng ko'rganim bo'ldi 300 ming dollar. 360 mingga sotildi. Ha, uy sotildi. 360 O'sha uyimda mingga eng qimmati bitta istoriya orqali sotilgan. Bitta istoriya orqali. Undan tashqari 320 mingga sotilgani bor post orqali. Hozirda sotuvda mavjud bo'lgan, reklamasi chiqmagan ikkita 650 ming dollarlik uylar bor. Reklamaga chiqqan 400 ming atrofidagi uy bor. hozir navbatda turgani 600 ming. 650 ming. Yo, ular chiqmaydi hozircha. O'sha obzorni olgansizlar. Yo'q, hali olmaganmiz. Egasi aytgan, mabodo men aytaman, reklamaga olishimiz mumkin. Qaysi lokatsiyalardan ular endi? Go'zal, Orzu. O'sha Go'zalni ham ancha gaz muammo bo'lib qopti. Go'zalda Uy narxini bildi u. Eng qimmati o'sha 650 ming, lekin hali chiqmabdi. Men Toshkentda ko'ramiz, internetlardan ham chiqib qoladi. Kvartira masalasi. Kvartirani million dollarligi bor Toshkentda. to'g'ri. Ha, bizda ham bormi shunaqa kvartirani eng o'sha shedevr deydimi? Yaqinda Bitta qilib qo'yilgani. eksklyuziv gap aytaman. Yaqinda 700 ming dollarlik kvartira sotuvga chiqishi kutilib turibdi. Uy hozirda remontda, ozgina ish qolgan, dekoratsiya boshqasi 700 ming dollarlik kvartira chiqadi. Bu Namangan uchun qimmat-ku deyishingiz mumkin, lekin 320 ming ham kvartira sotilganda. O'zingizning tajribangizni kelib chiqib guvohi bo'lgansizlar. Manzilni ham aytayapman. Navoiy ko'chasi sotilgan. Novostroyka domda. Endi uni kvadraturasi juda ham katta-yu, lekin Namanganda hozirgacha biz ko'rganlarimiz orasida 300 mingdan qimmat sotilgan kvartiralar bor. 700 minglik uy haqida ozgina bir anaqa berish qiziqda, просто biz ko'rib turganlarga. 700 minglik uyimiz kvartira, juda ham ko'p xonalarga ega va juda katta maydonni o'z ichiga oladi. Endi sirrazi savol tug'ilishi mumkin. 300 minglik, 250 minglik kvartira, 700 minglik kvartira deng, buni puliga hovli beradi-ku degan gaplar ham bo'lishi mumkin. Juda ko'p kommentga yozishadi. Qimmat kvartira chiqarsak, u sotilib ketadi baribir u. Kommentga yozadiganlar borda, bu pulga men hovli olaman, bu pulga dang'illaman, hovli beradi. Endi qarang, misol, men biznesmenman deyli. Meni pulim yetarli darajada, men uyimni sotmaganman, lekin 500 ming dollar rasxod qilganman uyimga, cho'tkilab uy qurdim. Lekin misol uchun Go'zalda deylik, qishda gaz o'chib qoldi. Pulim ko'p, menga komfort kerak. Misol uchun, borib turib, nimaga men 300 ming dollarga kvartira olmasligim kerak? Hovli beradi-ku deb turib kutishim kerak. Yoki men zo'r uyim bor, faqat haligi qishda yashash uchun neudobniyroq. Nimaga men qimmatga o'zimni komfortim uchun o'zim pulimdan kelib chiqib turib olmasligim kerak? Hamma o'zini qarachi bilan o'lchamaslik kerak-da. U 700 mingga kvartira oladigan odamni o'zi 1 million dollarga ham hovli olishga ham aqli yetadi. Lekin kvartira qulay. Masalan, men yozda hovlida turaman, qishda kvartira turaman. Men uchun kvartira hozirgi kunda qulay. Sababi bolalarim kichkina, menga qolsa hovlida yashamasdan kvartirada ham yashab qo'yaraman. O'shaning uchun menga 100 minglik hovlida yashaganimdan ko'ra 150 minglik kvartirada yashaganim udobniy. To'g'ri. O'sha tomonlar bor. Nimasi bor 700 ming? Hali ham gap yo'q qilasiz. Uni obzorini tez kunda chiqaramiz. Remontlari o'ta premium, italyanskiy mebellardan ham foydalanilgan, undan tashqari o'zimizda ham eng sifatli mebellar ishlatilgan. Qurilish mahsulotlaridan umuman tejalmagan. O'zi nima desa bo'ladi? Shu gapirib qo'yaman, hozir gapirib qo'yaman-da. Uni hali egalari hozircha indamay turishibdi, e'lon qiling deyishmadi, lekin yaqinda videoga olamiz. Kvadraturasi qanaqa hech qanaqa hisob kitobga to'g'ri kelmayapti-da, o'zi Namangan territoriyasida 700 ming dollar. Bitta narsa aytaman, bitta domni eng tepa etaji penthouse. Qaysi domligini aytmayman. Polni, ha. Polni. Endi tasavvur qiling, 300 bilan 500 kvadrat, 3 sotuqdan 5 sotuqli kvartira haqida gap ketib turibdi. Taxminni kommentariyaga yozib ketishsin-chi. Taxminni, kommentga yozib ketishsin. Hozirdagi nima desa, eng nufuzli Novostroykalardan biri. Xo'p, keyingi savol. Asosan pul va daromad haqida. Bu sohada daromad, sizlarning daromadingiz qanday shakllanadi?
foizga ishlaysizlarmi yo har bir uy obzori uchun haq olasizlarmi? Ha, xuddi shu narsani juda ko'pchilik so'raydi. Sotilgandan keyin olasizlar nima bo'ladi deb. Biz birov uyini sotib bermaymiz. Birinchi o'rinda biz maklerlik qilmaymiz. Ijaraga ham uy topib bermaymiz. Ijara bilan ham shug'ullanmaymiz. Bizning faoliyatimiz faqatgina uylarning reklamasi. Reklamani, misol uchun xizmat haqqimiz bor. O'sha xizmat haqqini olamiz, bo'ldi. Uy sotilsa, sotilmasa. Chunki bizda mana shu paytgacha 6 yilda 2 kishi uy sotdik, rahmat deb turib xursand qilib ketgan. 2 kishi addushi deb turib bir kishi 500 ming berib ketgan, bir kishi 200 ming berib ketgan. Bu ikkitamiz ham esimizda. Sababi agar biz oldindan olmasak, ertaga ishim bitdi, eshigim loydan o'tdi, hech kim bizni eslamaydi. To'g'ri. Endi uni ham ochiqlaylik. Uy obzori qancha? Uni men bilmayman, to'g'ri. Yo'q, reklama. Va nimaga bilasizku? Yo'q. Ochiqlaylik, qiziqda bu. Yo'q, aka, uni sherigim gaplashadi. Obzor nimaga? Xizmat haqqingni bilmaysizmi? Yo'q, men pulga aralashmayman, aka. Kommentariy so'kishadi omalar. Yo'q, meni vazifam uyni ko'rish, baholash, narxlash, o'sha uyga sherikka telefon qiling yo'qsa. Yo, baribir telefon, odamlar telefon qilsa ham aytishadi-ku, to'g'rimi? Telefon qilsa o'zlari aytadi. Ya, endi ayting, hamma aytgan bu yerga kelib. Reklamasi qancha? Xo'p. Uy reklamani biz ancha arzon olamiz. Auditoriya 1,5 million bo'lishiga qaramasdan, agar Toshkentda bo'lganda bu narx kamida 500-700 dollar bo'lardi, lekin biz 70 dollar atrofida olamiz. Bitta uyga, obzoriga video qilib, hamma ijtimoiy tarmog'ingizga chiqarib berasizlar. Buni tizimini ham tushuntirib beray. Kimdir buni qimmat deydi, tushunmagan inson. Birinchi telefonda operator gaplashadi. Men boraman, u odam bilan birga savdolashamiz. Savdolashganimizdan keyin, narx gaplashilgandan keyin uyni to'liq ko'rib chiqaman. Rasmga, videoga olamiz. Keyin asosiy videoni ishlaymiz. Undan keyin montajyorimiz uni ishlaydi, montaj qiladi. Montajdan keyin YouTube'ga alohida bo'ladi, Telegramga alohida bo'ladi. TikTokka, Instagramga hamma alohida qilib bitta joylaydi. Bu degani bitta uyingiz reklamasi 5 ta 6 ta qo'ldan o'tib turib, keyin xalqqa yetib chiqadi. Shuni ham aytib keting, jamoada necha kishi ishlaysizlar o'zi? Xo'p, sherigim Oybek aka bilan kishi 50 yillik, hamma narsamiz. U kishi operatorlik qiladi, telefonda gaplashadi, zakazlarni men videoga chiqib beraman. Undan tashqari bizda bitta operator, yana bitta montajyor, Telegramga, faqat Telegram qiladigan bitta bola va YouTube'ga joylaydigan bir kishi bor. 6 kishi umumiy. 6 kishi. Как раз mana jamoa haqida gap ketdi. Sizdan oldin boshqa litso chiqqanda, sizni oldindan tanirdim, lekin litso bo'lib chiqmasdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shu haqda ham bir to'xtalib o'tsangiz. O'rtada rosa bitta bola chiqdi, boshda. Siz umuman endi yaqindan chiqishni boshladingiz. Bu bola kim edi, nima uchun u yo'qolib qoldi? Ko'pchilikka qiziq. Hali bu narsa haqida biror marta gapirmaganman. Endi gapiribman. 2019-yil singizni bo'lsa, Toshxonda ko'rishib qolganmiz. Ko'rishib qolganda. Men sizga ko'rsatganman. Havas qilib, men mana shunaqa o'y kanal ochdim deganman. Siz bilasiz, meni kanal meniki ekanligini. 2021-yilda o'sha 2020-yilda sherigim ideya keldi. Davay o'y obzor qilamiz biz ham. Toshkentda boshlandi o'sha deb. O'sha paytda men videoga chiqishim kerak edi. Lekin yosh bo'lganman, institutim bo'lganman, o'qishim bo'lgan. O'qish paytida juda qattiq turilgan. Menda oilaviy tomondan ham qisqasi videoga chiqish uchun menda sharoit bo'lmagan. Hech sherigimni bitta oshxonada bor edi. O'sha kishi bilan dogovor qilib, kelishib, siz bo'ldi. Siz faqat videoga chiqasiz, videoga chiqqaningiz uchun haq olasiz. U paytda uy reklama haliga sotib ham berilgan, xizmat ham qilingan. O'sha xizmatingizga ham pul olasiz deb turib kelishganmiz. Xuddi shu tempda 2,5 yil davomida ishladim. Undan keyin o'sha shartnomamiz yakuniga yetdi. Men o'zim chiqishga qaror qildim. Birdaniga yo'qolib qoldi bu bola. O'zim chiqishga qaror yo'qolmadi. Birdaniga o'zim chiqishni o'yladim. Shunda ham biz taklif berdi u bolaga. Endi sen ham chiqasan, men ham chiqaman. 2 kishi chiqamiz degan fikr aytildi. Bu joyda как man единственный bo'raman, yo sen chiq yo men chiq degan gap bo'ldi. Endi kanal meniki, sherigim bilan birga. Hamma narsa, sherigim ham aytdi, o'zimiz qilib ko'raylik deyildi. O'zimiz qildi. U bolaga aytdikki, mana sen nomingni ko'tarib berdik, faqat biz umrimizni sarflagan Namangan uylar degan so'zni brend qilishga vaqtimiz ketgan. Namangan uylar deb ocha olmasang bo'ldi. O'zingizning isming bilan kanal ochib zo'r rivojlantiraverdingiz. Masalan, siz ham aka mana o'zingiz ham bilasiz-ku, mana Namanganliklar turib shu nomni ko'tarib chiqqansiz.
Jahlingiz chiqadimi? Ha, конечно. Birov sizga prosta kelib turib manaqa qilsa, men sizda ishlagan bo'lgan taqdirda ham. Chunki biz bu Namangan uylar degan brend oldin odamlar miyasida o'y reklama qilishsa Namangan uy joymi degan. Uy joy degan so'z bo'lgan miyasida. O'shani biz yillar davomida 5 yillab marketingga umrimizni sarflab sherik etamiz, bor harakatimizni qilib turib, to'liqligicha Namangan uylar degan so'zni insonlar miyasiga singdirdi. Hozir masalan, o'y reklama qilasanmi? O'yinni reklama qilsa Namangan uylargami deydi. Oldin Namangan uy joy degan, to'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa kanallar bor edi, o'zingizda ham bor edi. Bor edi. O'shanaqa narsani shuncha harakat, shuncha xarajat. Men oyiga kerak bo'lsa-da 10 ta bannerga Namangan uylarida reklama qilganman, Texnoparkka bilsangiz qo'yilgan-ku, 6 million olganman o'shanda. Hozir ham katta pul. 6 million bir oyga to'lash tasavvur qiling. Katta pul. U o'sha brend qilaylik shu nomni, shunaqa deb turib harakat qildi-da, bitta bizning shartimiz bo'ldi, chiqib ketsang ham bizning nomimizdan foydalanma deganmiz. Boshqa shart aytmaganmiz. Keyin biz chiqarib olganimizdan keyin 6 oy, 8 oydan keyin u bola yo'qolib qoldi. Unisini endi biz bilmaymiz. Lekin biz aniq aytganmiz, hozir ham aytamiz, Namangan uylari so'zini brend qilish uchun biz umrimiz ketgan. Shu kanaldan 6 yil bo'lgan bo'lsa, 4 yil pul topmaganmiz hisobda. Mayda-chuyda xarajatimiz bo'lmasa, hammasini o'z rasxod qilganmiz. Men o'zingiz ham bilasiz. Telegramga reklama bermagan kanalim qolmagan Telegramda bo'lganda. U bitta kanalni ushlab o'rtada o'sha Telegram kanal yo'qotganingizda juda qattiq. 3 marta kanalim o'chib ketgan. Birinchisida xabarim bordi. Birinchisida nakrutka urganimiz uchun o'chib ketgan. Ikkinchisida avtorskiy pravo bilan yana nakrutka aniqlangan kanalimizda yana o'chib ketgan. Uchinchisi ham o'chgandan keyin to'xtadiganmiz. Bo'ldi, endi nakrutka qilmaymiz, polni живой qilamiz. 10 mingta bo'lsin, 20 mingta bo'lsin, живой bo'lsin deganimizda, unda oldin Telegramda qancha obunachingiz ko'p bo'lsa, shuncha tepada turgansiz. Tepada turganingiz sari ko'proq odam qo'shiladi, ko'proq e'lon tushadi. O'shandan birin polni kanalimiz 0 dan boshlab men aytaman, 500 mingta живой auditoriya, 100%. Hech kim majburlab biz qo'shib qo'ymaganmiz. Oka siz bilasiz, mana men kerak bo'lsa yig'laveradi deb borganman o'zimizga. Oka, reklama qo'yib bering desam, keyin siz to'g'ri tushuntirgansiz, men buni to'g'ri tushunganman. Usmonjon, men birorta tanishimga kanal reklama qo'ymaganman. Agar senikini qo'ysam, ular mendan xafa bo'ladi degansiz. Siznikidan boshqa lekin hamma kanalga reklama berganman. Ko'rganman. Daryoga ham berganman, misol uchun Qalampirga berganman, Troll.uzga berganman. Nima kanal bo'lsa hammasiga berganmiz. Bu yerda haligi videoda chiqib gapirganmiz, mana yerda monetizatsiya borda orqada. O'tirib olib ishxonada planlar tuzish, mana qilsa mana bo'ladi. Bitta joyga 2 millionga reklama bersangiz, odam o'tmasa, o'tiraverasiz. Nakrutka kanal bo'lsa, prosmotr ham nakrutka qilsa bo'lardi o'sha payt. Hozir endi bilmadim qanaqa-yu. Bitta kanal kursiz, paloncha million odami bor, reklama berasiz, ikkisida ham odam o'tmaydi. U sizni kanalni 10 kun, 20 kunlik daromadini unga bergansiz-da. Siqilish, stress. Men endi bu Telegramdan keyin ham alohida biznes qilganman o'zim. O'shalar hisobiga bilinmagan, lekin ancha silkitib qo'ygan. Agar sizdan boshqa odam bu Telegram yo'nalishida bo'lmaganda umuman o'zini tikla olmasdi. Xuddi shunaqa. Yo'qoldi deb bu sohani o'zgartirib yuborardi. Chunki siz buni ichida bo'lganingiz uchun tez olib chiqib keta oldingiz-da. Bunaqa situatsiyadan chiqib keta oldingiz-da. Uje o'chirgandan keyin tajribalab ketib qolar ekan. O'shani aytaman-da. Xuddi shunaqa. Oka, kanalni shuna kelgan bitta Minchnorda ofisimiz bir kishi kelib turib baho qilgan. Kanalni menga sot, mashincha summaga degan. Yo'q deganimizda haligi summaga 3 kun, 4 kundan kanal o'chib ketganda. Ashunda turib boshimni o'sha aytdi, "Voy, sotib olmaysanmi? Voy, nima bo'lsa bo'lar" deysan. Yaxshi ham sotmagan ekanmiz, o'zimiz yaxshilikka bo'lgan ekanda. Namangandagi uy qurishlari kelajagini qanaqa ko'rasiz-da hozirgi paytda? Quruvchilar kelajadi, yana ham sifatga ishlash boshlashadimi? Endi quruvchilar o'zi ikkita segmentga bo'linadi Namanganda. Premium va standart. Misol uchun, standart uy quradigan insonlar o'zi standart bo'yicha ketadi. Ular minimal, misol uchun kadastr chiqishi uchun ham hozirgi kunda domga talablar qo'yib qo'yilganda oldin bo'lmagan. Nima? Podyezel chiroyli bo'lishi kerak, remont qilingan bo'lishi kerak, quyosh paneli o'rnatilgan bo'lishi kerak, bolalar maydonchasi bo'lishi shart, parkovka bo'lishi shart, to'liq uylarni eshiklari hamda romlari o'rnatilgan bo'lishi kerak, fasad to'liq bitgan bo'lishi kerak, kommunikatsiya hammasi olib kirilgan bo'lishi kerak. Shunaqa shart-sharoitlar bor-da. Bu minimal. Buni bajargan quruvchilar juda ham ko'p. Bundan bu yo'g'iga mana shu minimalni qilmasangiz, oldin parkovkasi yo'q bo'lsa ham kadastr bo'lavergan, quyosh panel nima desa bo'ladi. Hattoki
kadastr chiqmasdan shartnomada 5 yil 6 yillab turgan uylar ham bo'lganda uyga kirib yashayvergan, lekin kadastrini chiqarib bermagan. Lekin hozir unaqa emas. Standart quradiganlar endi kamida shu narsani qilishga majbur, bu lekin insonlarga komfort beradi. Endi premium toifadagilar o'sha yangilik qo'shadi. Masalan, yer osti parkovkasini, qo'riqlash xizmatini qo'shish mumkin. Yaxshi lokatsiya qo'shilishi mumkin. Lokatsiya ham katta rol o'ynaydi. Maktab, bog'cha yoki masjid yonida qilib. Yana qo'shimcha mijozlariga qanaqadir udobstvolar qilishi mumkin, lekin Namanganda qurilish kelajagi bor. O'zi ko'ryapsiz, sifat bo'ladi. Chunki hozir men o'zim shaxsan noroziman-da. Shuncha aholi dom qurib qo'yganda parkovka muammoda. Endi bu yoqqa parkovka muammo bo'laveradi-da. To'g'rimi? Umuman sharoit nolda parkovkalarga. O'shanga ham masalan qo'l qo'yib ruxsatini berishganda ko'pchiliklari. Endi men hech qaysi domda ko'rmadim parkovka, standartga javob beradigan, aholi soniga to'g'ri keladigan parkovkani ko'rmadim-da. O'sha pashta hozir bitta xonadonda ikkita-ikkitadan mashina bo'lib ketyapti-da oxirgi paytda. Bu yaxshilikka, lekin dom uylarga nisbatan parkovka yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. O'zi mana kadastrda buni ham bandi bor-da. Masalan, 90 ta xonadon bo'lsa, masalan deb aytdim, 30 ta parkovka qilish shart. Bu narsani endi kirgizib qo'yildi. Lekin baribir 30 ta ham asli kam. Kamda. Chunki hozirgi kunda taxminan hech bo'lmaganda ikkita oilaning bittasida bor-da, 30 ta masalan 45 tasida mashina bor degani. 15 kishi sal chetroqqa qo'yib ketishga majbur. O'sha kelajakda globalniy muammo bo'lib qoladi-da. Hozir Toshkentda mana parkovkalar вообще muammo-da. Baribir bizga kirib keladi o'sha narsa ham. Ayniqsa bizga ko'tara olmaydi. Toshkentda-ku mayli parkovkaga mo'ljallab SR paytda ham parkovkalarni qo'yib ketilgan. Lekin bizda umuman talabga javob bermaydi-da, parkovka yo'q. Hop, keyingi savol. 2026-2027-yilda uylar narxi tushadimi, ko'tariladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'tariladi. Ko'tariladi. Hozir anu investitsiya qilib qo'ysa bo'lar edi. Hozir ayni vaqt. Nimaga? Bu mana misol uchun bugun sana nechinchi kuni chiqadi taxminan? Yakshanba kuni chiqadi. Sana nechi bo'ladi shunda? 15 bo'ladi. Mana 15-fevral 2026-yil. 27-28dan keyin ham bu videoni ko'rganlar, mana bu faktni aytaman, 27-28-yilda narxlar Namanganda oshadi. Buni sabablarini ham men tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda 2 yildan beri narx ketma-ket tushib keldi. 25-yilda, 24-yilda narxlar tushgandi. 2023-yilda manga bo'lgan. Chunki biz 2 yil oldin 100 mingga qo'ygan hovlimizni endi 80 ming, 70 mingga qo'ydik-da. Narxlar o'zi ancha minimalga tushib qoldi. Misol uchun tushishi mumkin, eski hovlilar narx tushishi mumkin, gazsiz hovlilar narx tushishi mumkin, lekin gazi bor hovlilar va kvartiralar narx tushmaydi. Garchi gaz bo'lmasa ham baribir kvartira narx tushmaydi. Faqat ko'tariladi. Faqat ko'tariladi, chunki talab Toshkentda ham sezilarli darajada tushib ketdi-da uylar narxi. Yana ko'tarilish boshladi mana fevraldan, mana edagi ekspertlar hammasi aytishni boshladi, bu yildan yana narxlar ko'tarilish boshladi. Chunki baribir talab bor-da. Baribir talab bor. Sizlardan masalan uy sotib oldi deylik odamlar. Hujjatda muammo bo'ldi, bu deb sizlarga kelgan holatlar ham bo'ladimi? Yo'q, bitta o'sha haligi aytgan Novostroykamda bo'lgan xolos. Boshqa kishi uni ham qanaqadir bir ikkita odam haligi nima desa bo'ladi-ya? Qasddan qilganmi, o'sha bo'yicha bo'lgan xolos. Lekin u joyda ham bizning aybsizligimiz aniqlanib chiqib keldi. Sababi bevosita men sotuvchi emasman. Yo'q, u odam bilan men olib borib turib majburlab qo'l qo'ydirtirmaganman-da, o'sha joyi ham bor-da. Ongli insonmiz hammamiz. U bitta uy olishdan oldin boshqalarga ham aytaman, doim aytaman, hujjatlarini tekshirib olinglar, hujjatlarini ko'rib olinglar. O'sha narsani ko'rib olishsa bo'ldi. Lekin bizga hali biror marta muammo kelmagan bunaqa. Sababi biz o'zimiz sotib bermaymiz-da, aytdim-ku. Mana videoga chiqish boshlagan kunimdan beri biror kvartirasini biz sotib bermaganmiz. Biz o'rtada turmaganmiz. Xizmat narxini olasizlar bo'ldi. Faqat reklama qilamiz bo'ldi. Bizga shunisi tinch. Agar o'rtaga tushib o'zimiz nomerimizni qo'ysa, masalan, reklamada men nomerim turibdi, menga chiqdi, men klientga yo'naltirdim, ertaga klient buni oldab qo'ydi, men ham javobgarman. Sababi menga telefon qilganda u, lekin biz birorga sotib bermaganimizdan keyin bizda muammo yo'q qonuniy tomondan ham. Biz ko'rib turgan odamlarga, uy oladiganlarga maslahat beringchi, nimaga e'tibor qaratishlari kerak? Birinchi o'rinda.
birinchi o'rinda men beradigan maslahat pulingiz yetgan uy oling. U rassrochka yo bo'lmasam bo'lib to'lash yo ipoteka krediti, birlamchi kredit qo'ying, pul yig'ing. Eng yaxshi uy 3 xonali uy emas, 1 xona bo'lsin, lekin o'zingizniki bo'lsin. Pulingiz yetgan uy oling, o'sha eng yaxshisi. To'g'risi juda ko'p ko'ramiz, qiynalganlarni ham, boshqa qilganni ham. Hammani hayoti bir tekisda ketavermaydi. Bugun 10 milliondan pul topib turgan bo'lsangiz, 2 yildan keyin o'sha pul nolga tushishi yoki 15 millionga ko'tarilishi mumkin. O'shaning uchun men aytaman, o'zingizni qiynamang. Qo'lingizdan keladigan ish qiling. Naqd pulga. Sizni 3 xonali uyga ehtiyojingiz bor, lekin 1 xonaga pulingiz yetadimi? Kredit qilib 3 xonali olmang, 1 xonali oling. Yashang, ozginadan keyin yana o'sha uyingizni sotib, yoniga pul qo'shib turib, keyin 2 xona olasiz, keyin 3 xona olasiz. Ertaga to'lovlarni to'lolmasdan qiynalib, mibga chiqib, u uyingizdan ayrilib, yo bo'lmasam nima desam, dardingizni doston qilganingiz hech kimga qiziq bo'lmay qoladi ertaga. To'g'ri. Eng kerakli maslahat berdingiz. Sizda mashina bilan uy temisda odamlar juda xato qaror qabul qilib qo'yishadi-da. O'zlarini boy ko'rsatishga harakat qilishadi. O'zlarini yaxshiroq joyda yashashganini ko'rsatgilari, yaxshiroq mashinada yurganlarni ko'rsatgilari keladi, lekin eng yaxshisi oxirida qiynalib qolishadi. Oxirida qiyin. Chunki o'zingiz ham bilasiz-ku, insonni bugun ertaga nima bo'lishimiz, hozir 1 soatdan keyin nima bo'lishimizni bilmaymiz-ku. U bo'yinga qarz olgandan ko'ra o'zingiz uyingizda tiqilib yashaganingiz yaxshiroq. Navbatdagi savolimiz, Namanganda eng hit qilib sotilgan uy bor, bilasiz. Ko'p qavatli uy, juda ham katta desa ham bo'ladi, aholi zich. O'sha joyda doim siz uy chiqarsangiz, e'tibor berib kuzatib turaman-da kommentariyasiga. Doim negativ fikr bildiradi odamlar. Bilasizmi? Hech o'qiysizmi kommentariyni? Hamma komment o'qiydi. Sababi nimada deb o'ylaysiz? U joydan o'zim ham uy olganman. Lekin yaxshi joy, lokatsiyasi ham yaxshi. Lekin odamlarga o'sha taraf desa negativ qaraydigan bo'lib qolgan. Okay, misol uchun mikrorayonda deylik, birinchi mikrorayonda 10 ta dom desak, har bitta domda masalan 30 tadan xonadon bo'lsa, 10 ta domimizga atiga 300 ta bo'ladi. 300 tadan endi bitta ikkita tirraqib uzoq chiqib qolsa, o'zi butun o'sha atrofdagi domlarga ta'sir qiladi. Palonchi domda deydi, sen yonida yasharkansan deydi, odamlar ko'ziga ko'rinib ketadi. Endi bunaqa domdan edi 20-30 barobar ko'p-da aholi. Ko'p. Zich joylashgan, siz aytgan Novostroyka, men qayerga aytganingizni 100% tushundim, chunki kommentlarning hammasini o'qiyman. U joyda xonadon ko'pligini hisobiga buzuqlar ham nisbatan ko'proq bo'lgan, bu insonlar ko'ziga ko'rinib ketgan va o'shanga hamma butun o'sha joydagi minglab xonadonlarni, minglab oilalarni yomon tasavvur qiladi. Yomon bu yomon joyda yashaydi, yomon bu joy degan fikr uyg'onib qolgan, lekin men juda ko'p ko'raman, juda yaxshi insonlar bor. Mana o'zingiz ham aytib turibsiz, o'zingiz ham yaxshi niyatda olgansiz. O'zim ham uyim bor. U dom bor, talamosh oldi bo'lib sotilgan. Kerak bo'lsa menga ber qilib sotilgan. O'shani aytaman. Novostroykaning egalari ham bunaqa darajada uy sotilmagan Namangan tarixida. Sotilmagan, to'g'ri. Yangi Novostroykalarning inobatga olsa. Minglab xonadon bir qancha vaqt o'zi sotib bo'lingan. Novostroykaning egalari ham insonlarga yaxshi bo'lsin, arzonroq qilaylik, uy yo'qlarga bo'lsin, ipotekaga beramiz, subsidiyaga beramiz deb turib qulay qilib berishgan. Faqat bu joyda zarurat bo'lmagan insonlar ham olib tashlaganda uyni. Zarurat yo'q, bunga prosta subsidiya chiqib qolgan, uy olish kerak, uy olgan, oylik to'lov 2,5 million chiqadi. Bu libboy realtor, libboy maklerga boradi-da, mashiga $200 ajratib qo'yib qo'y deydi. Oila qo'y, yaxshi insonlarni qo'y demagan, libboyni qo'y degan. To'g'ri. Bunaqadan minglab inson ijaraga qo'yib yuborgan. Chunki ertaga bank o'zini o'zi yopadi degan maqsadda biz o'zbekmiz-ku, biz o'zbekmiz, libboychisiga bizga nimadir qolish kerak. O'zini o'zi yopaveradi deb. Men hozir oyligimdan bunga pul to'lamayman, ijarachi qo'yib qo'ysam, anaqa deganda, lekin ijarachini surishtirib, sen kimsan, sen kim bilan yashaysan, nima qilasan, nima ish bajarasan deb turib so'ramaganida, u keyin ijarachi yoppasiga ijarachi qo'yish boshlandi. Buzuq insonlarning soni ko'payib ketib qolgan. O'zini uyi bo'lmagani uchun u domni ham iflos qilib tashagan, boshqa bo'lgan, ularning orqasidan kelgan insonlar liftga chiqib tushavergan, boshqa bo'lgan podyezdlar, qisqasi
ancha narsani yo'q qo'yardi. Endi hozir ancha tozalab, to'g'rilab, hammasi joyiga keltirib qo'yishdi. Menimcha yana 2 yildan keyin u domga yana obro'z ko'tariladi. Shu joyda subsidiya olayotgan insonlarga tushuncha berib o'tib ketay. Siz subsidiya olganingizda nima olganingizni his qilishingiz kerak. Boshidagi 5 yili arzonroq chiqadi. Sababi u subsidiya davlat tomonidan to'lab beriladi. Ma'lum bir qismi siz olgan narsani, uy olganingizni ma'lum bir qismini davlat to'lab beradi. Shunga sizga 2,5 million chiqadi. Lekin 5 yildan keyin 4,5 millionga yoki 5 millionga u chiqadi. Shuni hisobiga u dom qurilganiga taxminan 4 yil bo'ldi. Yana 1-2 yildan keyin o'sha uni oylik to'lovlar qimmatlaydi. U pulga ijarachi qo'yish o'sha qiyin bo'lib qoladi va o'sha haqiqiy oilalar qoladi u joyda. Ha, xuddi shunaqa. Siz u joyda yashasangiz siz yomonsiz degan emas. Hammani har xil sharoiti, kimdirda shunchaki uy yo'q. Noilojlikdan ham noilojlikdan. Biz ko'p reklama qilamiz, tez sotiladi. Nimaga arzon? Arzon. Chunki u joydan zerikkan inson arzonroq bo'lsa ham sotib olaylik deyveradi. Xuddi to'g'ri gapirdingiz. Mana ham dadamlar aytadilar, necha pulga bo'lsa ham ko'tarib sotib yubor u joyi deydi. Lekin sotmay turing, 1-2 yildan keyin u joylar ancha tinchib yaxshi bo'ladi. Sotilmaydi, prosta shunaqa deyiladi, siz aytgandaki. Ko'targaniga sotib yubor deydiganlar ko'pda. Shunaqa chunki o'sha haligi oilalarni eshitgan, buzuq ayollarni eshitgan, keyin kerak emas, o'zgartir deydi-da ko'pchilik. Hammamiz ham tinch joyda yashashni xohlaymiz. Haligi maqol bor-ku, qo'shni tinch, san tinch degan. O'shani hisobiga, lekin yaqinda yaxshi ketadi menimcha. Yaxshi bo'lib ketsin. Navbatdagi savolimiz bor. Og'riqli savol desa ham bo'ladi. Bilasiz, ko'pchilik bizga ham kelishadi, qo'yib bering deb, asosan kasal farzandi bor, ili o'zi kasal bo'lib qoladi, srochniy anaqa chet eliga borish kerak bo'lib qoladi. O'shunaqa holatlarda iloji yo'q, hozir ko'ryapsiz, hozir bir kishidan bir so'm pul so'rasangiz bermaydigan zamonda yashayapmiz-da. Noiloj uyini sotishga keladi. Siz oldingizga keladi. Shunaqa zarurat bilan kelganlar ham bo'ladimi? Oka juda ko'p bo'ladi. O'shalar haqida bir gapirib beringchi. Oka bitta voqeani aytib beraman-da, o'zingiz ham g'alatib ketasiz. Yo'l yuzidagi bitta hovli, u normalniy narxga kiradigan hovli. U bola bir haftaning ichida operatsiya qildirish kerak, bo'lmasam hayotdan o'tib qolishi mumkin shu darajada. Operatsiya taxminan puli $35,000 taxminan. Qo'sh tirnoq ichidagi men birov hech qachon yomonlamayman, raqobatchi sifatida ham hech kimni ko'rmayman. Rostdan men raqobatchim yo'q Namanganda. Boshqa bitta kanalga kelganda uni bilgan, senga necha pul kerak? 35,000. Bo'ldi, 35,000 40,000 ga reklama qilamiz, sotiladi. U joyi qiymati 70,000 80,000 da, tushunishingiz uchun. 2 barobar arzon. Nimaga? Arzonroq chiqaray, u mana zo'rg'a qimillab jardan chiqib turgan insonni jarga itarib yurish bilan teng. Men o'zim bordim, o'sha joyi 85,000 mi qanchadirgadir reklama qildik. Egasi 80,000 ga sotdi. 35,000 degan 40,000 degan 2 barobar qimmatga sotildi o'sha joy. Olgan inson ham yaxshi inson ekan, biz obunachimizda. Haligi inson yaxshi inson ekan, aytdiki, operatsiyani qildirib, men buziladigan iskirov, faqat lokatsiyasi qo'llanadigan. Bahorgacha bemalol yashayveringlar, qishdan chiqib olinglar, gaz bor sirada. Bahorda keyin men qurilish boshlayman, o'shanda chiqib ketasizlar deb turib, pulini naqd berib, o'z nomiga o'tkazib, haligi bolalarga yordam qildi. U bola borib operatsiyasini qildirib kelib, qaytib kelib yer olib, uy qurishga ham ulgurdi. Tushundingizmi? Agar u Nari kanalga bergan bo'lganda bo'ldi, operatsiyasi bitardi, ijarada balki umrining oxirigacha yashashi mumkin edi. U 35,000 ga ham rozi edi. Ha, 35,000 ga ham nimaga u 35,000 ga rozi? Sal insof bo'lishi kerak. U haligi bozor real narxi degan narsa bor-da. Borib turib, palon narx bo'lsa bo'ldi, bo'lmasam yo'q deb turib, unaqa qilmaslik kerak. Endi siz aytgan odamlar bu sohaning ichida emas-da. Pulini oladi, ketadi, unga qizig'i yo'q-da. Ularga prosmotr qiziq. Prosmotr, arzon ekan deydi, shov-shuv, qora PR deydi-ku. Lokatsiya jihati ham bor-da. Masalan, oromgoh emas, mayli deylik, men Minchinorda, men masjidni oldida sotug'ini misol uchun 12,000 dan yer chiqardim. Boshqa kanalda Minchinor sotuq 6,000 dan chiqdi. Insonlar bir pasda meniki qimmat deb yozishni boshladi, lekin meniki tezroq sotiladi. Yo bo'lmasam yaxshi narxga sotib oladi. Nima uchun? Bu Minchinor degani pashti oromgoh hududiga kiradigan joyda, yo bo'lmasam deylik Pahlavonga kiradigan zonada asli. U Minchinor emas asli, lekin Minchinor deb turib vahima qilib, to'palan qilib uni reklama qilishadi, lekin joy bilan joy farqi bor-da. Bizda misol uchun $300,000 ga bitmaydigan hovli
misol uchun 300 ming o'zingiz o'shadan yer olib 300 mingga bitiradigan hovlingiz 250 mingga chiqadi masalan bizda. Zo'r lokatsiya yaxshi narxda chiqadi. Lekin ba'zi bir chekka hududlar borda, u joyi arzon qo'ymasangiz talab bo'lmaydi. O'sha joyni ko'rib oladida, masalan, Go'zal deganda, buni qancha joy, mana Go'zal qanchalik katta hudud. Katta hudud. Men Go'zal Lagman House deylik, misol uchun o'shani oldi 11 ming bo'ladigan bo'lsa, men Go'zaldan 11 mingdan sotib desam, hamma meni kommentimga kirib turib, qimmat deb yozadi, lekin joy qadrini joy biladi. Go'zalni u eng chekkasi bor. Eng chekkasi o'sha joyda u joyga gaz ham yetib bormagan, elektr ham o'zi bitikda qo'shinda bor, suv ham yetib bormagan joy. Sotib 3 mingdan olib chiqsa, unga arzon deydi. Lekin hammasi Go'zal hududiga kiradi. Hammasi Go'zal hududi. Gap shunda, insonlar ko'rganiga ishonadi. Yaxshilab fikrlab ko'rishmaydi. O'shaning uchun biz har bitta joyi, misol uchun reklamaga chiqarganimizda Instagramga qo'yish imkoni yo'q, Telegram kanalimizga lokatsiyasini biriktirib ketamiz. Ko'r, qanaqa lokatsiyadan olib turganingni. Misol uchun sizga yo'l yuziga yaqin joyda yashash yoqadimi? Masalan, menga yoqadi. Mayli yo'l yuzida bo'lmasin, bitta ko'cha bu yoqda bo'lsa, nimaga? Transport masalasi bor-da. Masalan, men har doim ham oilamni o'zim olib yura olmayman. Bitta taksi chaqirsa tez kelishi kerak. Bitta ba'zi joylar bor, taksi bormaydi. Telefon qilsangiz kirmaydi. Yo'q, o'zi juda ichkari bo'lgani uchun 2-3 kilometr kirgani uchun u taksi kirmaydi. Ertaga farzandlaringiz maktabga, bog'chaga chiqishi bor. Ular ham kilometrlab yurish kerak. Undan tashqari poliklinika, skoriy kelmaydi. Shunaqa joylar bor-da. To'g'ri arzon, lekin pulingiz yetsa yaxshiroq olgingiz keladi-ku. To'g'ri, ha. O'sha tomoniga insonlarni yaxshilab nima desa bo'ladi? Aytib qo'yishim kerak insonlarga, lokatsiya eng muhim narsa. Siz olmoqchi bo'lgan joy qanchalik yo'l yuziga yaqinroq joylashgan bo'lsa, siz uchun bu umringizning oxirigacha foydali bo'ladi. To'g'ri. Keyin liboy bilan tanishingiz chaqirsangiz ham oson kirib keladi. Ba'zi joylarga chaqirishadi 4 kilometr kiriladi. Yurasiz 500 metrdan keyin o'ngga, 600 metrdan keyin chapga, keyin to'g'ridagi ko'cha, bitta ko'prikdan o'tasiz. O'shunaqa lokatsiyalar bor-da. Shunga qarab narx o'zgaradi. Narxi arzonmi ko'rdingiz, zo'r. Men hech qanaqa pretenziyam yo'q. Biz ham arzon narsa chiqaramiz, lekin lokatsiyasini ko'rib qo'ying. Sizga masalan yo'l yuzida 3 mingdan ko'rsatilgan joy 1 kilometr ichkaridagi 1000 so'mlik joyda ancha yaxshi bo'ladi bu. Ancha yaxshi bo'ladi, to'g'ri. U sizni liboychasiga rasxoddan saqlaydi. Mavzudan ozgina chetlashamiz. Namanganliklar kanali bilan Namangan uy joyi odamlar adashtirib qo'yishadi-da. Biz shu haqida bir eng ko'p berilgan savollardan bittasi nima keladi? Sizlar Namanganlar bilan bitta kanalsizlar deydi. Yo'q, aka, u Muzaffar aka alohida, biz alohida desa, keyin ha deyishadi. Keyin siz Navoiy ko'chadagi ofisini yopdinglar-ku. Bizning ofisga odamlar kelishni boshladi. Namangan uylar deb yozib qo'yganmiz, keladi, reklama qilish kerak edi. Nima reklama? Palon do'kondan ochildi. Biz uy-joy reklama qilamiz faqat desa, Namanganliklar deb yozib qo'yibsizlar-ku deydi. Aka, Namangan uylar odamlar irinadimi? Irinadi, o'qimaydi. Hozir-ku ancha yaxshi, misol uchun muloqot ancha o'rganildi, Telegramda yozishasiz, boshqa qilasiz, onlayn kartani tashlaydi. Oldin shu ofisga kelmagunicha bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin keyin yana bitta narsa borda, bizni tavsiya qilib ham ko'p berishadi-da. Masalan, siz uyingizni reklama qildingiz, siz tog'anglarga aytdingiz, uyingizni biz orqali sotdingiz, mana shu bolalarga ayting, tog'a bizga 12 telefondan telefon qilib turibdilar. 60-70 ga kirganlar, u odamga biz haligi nima desa bo'ladi, aka 2 kunda boramiz desak, u hayron. U bilmaydi, odam tushunmaydi, nimaga 2 kun sirazi kelmaydi degan narsa. U zakazlar bor, o'chirt bor, lokatsiya bor. Masalan, Orzuda bitta zakaz, yana Chorsuda 3 ta zakaz bo'ladigan bo'lsa, Chorsuni bittasini olib turib, sirazi Orzuga yura olmayman-da. Men o'sha Chorsuni tugatishim kerak, o'sha atrof dashkola bo'lsa, dashkolani tugatishim kerak. O'shanaqa tomoniga 1-2 kun nari beri bo'lishi mumkin-da. Opodani uylarni reklama qilasizku, ketasiz, u odamga telefon kelmaguncha sizni qiziqmas. Hali montaj qilib joylar qiziqmas. Chunki odam o'zi ijtimoiy tarmog'i yo'q. Chiqish kerak. U telefon qilib kuniga 6-7 marta talab qiladiganlar bor-da. Mana misol uchun bir kishidan qarzi bor, birinchi kuni berish kerak. Biz 5-kundamiz, mana 25 kun bor, 5-kuni reklama boshlab harakatingni qil. 28-kuni bizga telefon qiladi.
28-kuni Срочный. aka biz u tomonga yo'limiz yo'q. Masalan, Nestledan zakaz beribdi. Bizni 30 zakazimiz bor, Nestledan tashqari joylarda. Iloji yo'qda telefon qilib tashlaydi, ba'dan men nomerimni topadi, tanish bilish bajar qilib tashlaydi. Endi uni olgandan keyin yana muammoda. O bo'lasiz-ku, shuna chiqib ketasiz. Kechqurun soat 9 da syomka bo'ldi. Syomkadan chiqib ketdingiz, ertalab soat 8 da telefon keldi. Uga hali ham chiqmadi. Hali ham. Hozir men uxlaydim, endi turdim. Xuddi shunaqa u montajyorga tashlab berilgani yo'q. U videoga olingan holatida. Shu narsaga anaqa qiladi-da, trebit qilishadi-da, bizda ozgina kechroq chiqadigan bo'lsa xafa bo'lib qo'yishadi, lekin qo'ldagi ishga qarab, keyin o'zingiz ham bilasiz, Instagramga ham bir kunda ko'p narsa chiqarib bo'lmaydi. 5 ta chiqaradursiz, 6 ta chiqaradursiz. Biz maksimal eng ko'p chiqarganimiz pajar holatda ham 7 ta. Undan ko'p chiqarsangiz уже prosmotr olmaydi. Sizni manfaatingizni deb boshqalar jabr chekish kerak emas-da. Bitta video qo'yganingizdan keyin 2 soat, 3 soat hatsa bu to'pda tursa, ko'proq odam ko'radi. Ko'proq odam ko'rsa, tezroq sotiladi. Shunaqa tomonlari ham bor. Kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Xudo xolasa biznes boshlasangiz, fevral oxiriga nasib bo'lsa bizni navbatdagi biznesimizni ochamiz, ya'ni Kingsman erkaklar kiyim brendini Namangandagi fransizasini oldik. Endi Toshkentga borish shart emas, vodiydagi hamma Kingsman Namangan kelib bemalol Kingsman mahsulotlaridan kiyimlar kiyishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari yana Kingsman oyoqqa qo'yib olganimizdan keyin yana qo'shimcha biznes planlarimiz ham bor. Sohangiz bo'yicha nima rejalar bor? Sohamiz ko'zlayapsiz, mana kelajakda nima qilmoqchiman, shunaqa rejam bor deysiz-ku. Sohamiz bo'yicha yanada o'zimiz ustimizda doim ishlaymiz. Har doim ishlashga harakat qilamiz. Yanada rivojlantirish, yanada kengroq auditoriyani olishga harakat qilamiz. Chunki oldingidaqa holat yo'q. Insonlar uyini bevosita reklama qilishni o'zi o'rganib bo'ldi. Reklamaga chiqmay tursin, chiqargani xijolat qilaman degan narsalar yo'qoldi. Shuning uchun biz o'z ustimizda ishlaymiz, insonlarga yordam berib, yanada rivojlantiramiz. Balkim kelajakda men o'zim ham Novostroyga qurishim mumkindir, yo kottej qurishim mumkindir. Lekin hozircha planimiz shu reklama sohasida. Rahmat, juda foydali ochiq suhbat bo'ldi. Real holatlar haqida ko'p narsani bilib oldik sizlar bilan birgalikda. Agar suhbat sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, izoh qoldiring va podkastni yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Keyingi sonlarda yana qiziqarli mehmonlarni ko'rishingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zi ham eng uzun podkast bizniki bo'ldi shekilli. Zo'r bo'ldi lekin. Zikriyorlik kattasi bo'lgan. 2 soat gaplashib o'tirgan. 2,5 soatmi? Assalomu alaykum Namangan, bizda podkast boshlangan. Podkastda oddiy gaplar yo'q, Namangancha gaplashamiz, qani let's go.